oz avval men yig'ladim. Hani erkaklar yig'lamaydi deyishadi-yu. Bu to'g'ri emas ekan. Bu xabarni eshitib yo o'qib ko'rib, menimcha yig'lamagan yoki kuyinmagan inson bo'lmasa kerak. Kuni kecha 16 dekabrda Rossiyani Podmoskova deydi, Odensova rayonida Gorki 2 shaharchasida bir maktabda qotillik ro'yoga keladi. Bir 15 yoshli o'smir maktabga kirib, qorovulga zarar yetkazib, bolalardan millatini so'raydi va bir bolacha tojikman degani uchun, faqat va faqat millati tojiklarga mansub bo'lgani uchun u 10 yoshar begunoh bolachani pichoq urib qatl etadi. Albatta, bu juda ham qiyin sinov. Birinchi o'rinda ota-onasiga sabr tilaymiz. Tahlil qilib chiqdim. Ko'pchilik aytayaptiki, u bolani, ya'ni qotilni urish kerak, o'ldirish kerak, falon, pistovon deb, lekin u bilan ichki ishlar shug'ullanyapti, uni ushlashdi. Masala bu yerda emas. Masala bolada ham emas. Men uni albatta oqlamayman. Juda ham xato tarbiya natijasi deymizmi, noto'g'ri guruhlarga kirib qolgan. Masala o'shanga o'xshagan bolalarni kim qo'llab-quvvatlayapti? Orqasida kim turibdi? U bola ertalab turib, ha, men bugun borib bir tojikni yo o'zbekni o'ldiraman deb turmagan bo'lsa kerak bugun. Bu tayyorgarlik ko'rilgan narsa deb o'ylayapman. Yoki bunga o'xshagan xabarlarni birinchi marta eshitmayapmiz siz biz, to'g'rimi? Yoki bundan keyin bunga o'xshagan holat bo'lmaydi deb kim kafolat beradi? Ba'zi ijtimoiy tarmoqlarda blogerlarni ko'rdim, kuyinib, achinib aytishyapti. Bo'ldi, to'xtating, yig'ishtiring, Rossiyani keling deyapti. To'g'ridir, balkim O'zbekistonga yoki Tojikistonga, Qirg'izistonga qaytish, lekin bu shu hoziroq qilish juda mushkul, qiyin bo'lgan masala. Ya'ni ko'pchilik borgan, allaqachon uy-joy qilgan, fuqarolik olgan, marhum ham Rossiya fuqarosi edi. Hamma olib ishlarini tashlab kela olmaydi bir vaqtda, chunki bizdan millionlab muhojir ishlaydi u yerda. Xohlaymizmi, yo'qmi, vaziyat shunday. Ha, oxirgi vaqtlar bosim ko'p, achinarli xabarlar eshityapmiz. Xo'sh, videoni olishdan maqsad, menda alternativa bormi? Afsuski yo'q. Hamma qatori aytalardim, Yevropaga keting yoki qaytib keling vatanga deb, lekin hammani kiyimini kiyib ko'rganim yo'q, hammani vaziyatida bo'lmaganim uchun men siz azizlarga murojaat qilib aytyapman. Bu tur vaziyatlarni biz qanday qilib idora deydimi, kontrol qila olamiz yoki shunga o'xshagan voqealar bo'lmasligini kamaytirishga nima sabab bo'ladi? Qani izohlarda yozib qoldiring. Men sizlarning fikringizni o'qib, balkim yana murojaat qilarman. Chunki men ham ensam qotdi. Achindim, yig'ladim, lekin bu ham yechim emas. Bu yechim emas. Va bu birinchi marta emas. Yana bir narsani aytib o'tish kerak. Bu yerga provokatsiya degan narsa bor. Ba'zi tushunmasdan butunlay xalqqa agressiya, ya'ni johiliyat ko'rsatib, so'kib, kommentariyalarda ruslar unday bunday deyish ham yechim emas. To'g'ri, yaxshi emasdir ko'pchiligi, lekin yaxshi tanish do'stlarimiz ham bor. Bu taraf olishmas, hech qanday yoki ustun qo'yishmas ularni. Ko'pchiligi unday deya olmaymiz, lekin bu narsa bor narsa. Buni oldini olish faqatgina qaytib kelishmi yoki boshqa yo'llari bormi? Shuning uchun sizlarga murojaat qilyapman. Bu holatlar kamayishi yo takrorlanmasligi uchun nimalar qilishimiz kerak yoki ketishimiz to'g'rimi? Men o'zim Turkiyadaman. Muhojirlar bilan ishlaganim uchun ham shu videoni olishga majbur bo'ldim. Chunki muhojirda bilasizlar, oson emas. Boshqa so'z ham yo'q. Nima qilish kerak? Fikringizni bilmoqchi edim, xolos video olishdan maqsad. Alloh panohida bo'ling.